Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun bitta bir videoni cho'zmaymiz, qisqaroq qilamiz. Sizlarga foydali bo'lgan narsani aytib o'taman. Bitta vaziyat bo'lyapti. Juda ko'p mana shu YouTube bo'yicha ishlayotgan, yangi boshlayotgan do'stlarimiz orasida bitta yo'nalish ko'rib, o'shanga o'tib ketib, yana bitta yo'nalish ko'rib, o'shanga o'tib ketib. Men aytayapman-da, o'sha insonlarga baraka topkurlar, unaqa qilmang, unaqadan natija bo'lmaydi deyapman-da. Shorts videoga ko'p qiziqishlar ortyapti oxirgi paytda. To'g'ri, shorts video misol uchun yaxshi ko'rinish olishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, qaysidir ma'noda yengil, qilish ham oson, afzallik taraflari ko'p. Lekin siz 1 million prosmotrga $50 dan $100 gacha o'rtacha $70 pul olasiz. 1 million prosmotr oldirgunizcha o'sha videoingizni nima deydi? Ancha mehnat qilishingiz kerak-da. Ancha mehnat qilishingiz kerak. Bu misol uchun qo'ydim, bo'ldi, ketdi, millionlab oladi degani emas. Kerak bo'lsa, yillab kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Endi qaysidir misol uchun vaqtlarda rekomendatsiyaga tushib qolsa, o'sha paytda qanaqadir 1-2 million olib qo'yish mumkin. Boring mayli 5 million olganda ham $70 dan bo'lganda $350 pul bo'ladi. Buni oldiraman deguncha qancha siz o'tirasiz. Lekin $350 ni siz yaxshi yo'nalish bilan, katta video bilan qilsangiz, bu bir kunda topadi, misol uchun-da. Katta videoli kanallar $350 ni bir kunda topadi, misol uchun-da. Shuning uchun juda ham ko'pchilik xato qilyapti, shortsga qiziqib. Bo'lib ham kim nima desa qilib yotdi. Misol uchun, men bu yo'nalish zo'r ekan desa, o'shani qilib ko'radi. 2 ta video, 3 ta video. Men bu yo'nalish zo'r ekan deydi, yana bittasi buni qilib. Iltimos, bunaqa qilmanglar. Bu narsa xato narsa. Bundan bunga sakrash juda ham katta xato narsa bu. Ikkinchidan, ommalashayotgan, juda hammaga tarqalgan yo'nalishlar asosan birinchidan sizning kanalingizga o'zbek auditoriya olib keladi. Misol uchun bitta bola tashladi, kanaliga tashladi, mana shuni bosinglar deb. Bo'ldi, O'zbekiston bosadi o'shani hammasini. Bu degani pul yo'q degani. Daromad tushib ketdi degani. Bizga asosan o'sha Soedinenные Shtat, Koreya, Yaponiya, o'sha davlatlar bo'lsa juda ham yaxshi. Misol uchun-da. Shuning uchun kim nima desa qilib ketavermaslik kerak. Avvalo bitta yo'nalishni tanlab oling, chiroylisdan o'zingizga yoqqanidan tanlang va o'sha yo'nalish bo'yicha boshlang. Mayli shorts bo'lsa ham o'zgartirmasdan, tartib bilan, rejim bilan har kuni bitta video publish qilishingiz kerak. Ko'pchilik shorts yo'nalishi 3 kunda bitta qo'yadi, o'zi shorts degani kuniga qo'yilishi kerak. 3 kunda bitta qo'yadi, u yaxshi yurmaydi, misol uchun juda ham o'ziga yarasha nima qonun qoidalariga amal qilish kerak baribir. Videoni qildim, qo'ydim, bo'ldi, ketdi emas. Bu xato narsa. O'ziga yarasha usullar bilan, o'ziga yarasha tartiblar bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, yana bir marta iltimos, kim nima desa qilib ketavermanglar. Eng avvalo yo'q qilish kerak. Misol uchun bundan bugina deb turib hamma kashamasha bo'lib ketib qoladi-da. Bitta kanal, bitta yo'nalishga bitta kanal ochildi, bo'ldi, o'sha yo'nalish bo'yicha bosish kerak, tamom. Yo'nalish almashtirish kanalingizga salbiy ta'sir qiladi 100%. Juda tashlaydi kanal. Bir-ikkita video ketib qolishi mumkin, keyin tashlaydi, bo'ldi, uxladi deganim. O'shaning uchun juda ham mana shunday xatolarni ko'pchilik qilyapti. Bitta yo'nalishni ko'rib qoladi-da, bo'ldi, mana shuni qilaman deydi, qiladi, 2-3 kun qiladi yoki 10 kun qiladi-da, keyin yana bitta zo'rini qilib, yana o'shanga o'tib, buni o'tib ketadi-da, misol uchun. Asosan shorts yo'nalishlari. Shorts yo'nalishlariga shorts yo'nalishlardan bitta kanal, lekin katta yo'nalishlardan ham yaxshi yo'nalishdan bitta kanal ochib qo'yish kerak. Shortsga ishonch yo'q. Shortsga ishonch yo'q. Shortsdan yaxshi daromad topish bu qiyin narsa hisoblanadi. Siz o'sha misol uchun shortsda kanallarni olib turib, social media tashab $10,000, $15,000 chiqayotganiga ishonmang. Bu prosmotr mana bu soniga hisoblaydi-da, sonini chiqarib qo'yaveradi, bo'ldi. Sizga to'layotgan u kopeyka summalarni, sentlarni hisoblamaydi u. Shortsda juda ham kam pul to'laydi. Juda ham kam pul to'laydi. Aytaman, 1 millionga zo'rg'a $50, $60-70 olishingiz mumkin, maksimal $100 gacha. Bu degani 1 million prosmotr olaman deguncha, oho, ancha mehnat qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aytim 5 million olganda ham $350 bo'ladi, misol uchun. Nima bo'ladi, misol uchun? 10 kun, 15 kunda olsangiz ham arzimaydigan pul bo'ladi, mehnatingizga boshqaydi. Shuning uchun avvalambor yaxshi yo'nalish tanlab, o'sha yo'nalishda stabil bir xil harakat qilish kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim shu narsalar edi. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.